Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hammanglar yaxshi kayfiyat tilayman. Bugun yana mijozlarni oqimini qadama-qadam oshirishga oid bo'lgan mavzuyimiz bo'yicha, demak biz xatolarni ko'rib chiqayotgan edik. Ya'ni qaysi xatolarni qilmasligimiz kerak, mijozlar oqimi kamayib ketib qoladi. Ya'ni qaysi xatolarni qilsak mijozlar oqimi kamayib ketib qoladi yoki mijozlarning oqimini oshirishga xalal beruvchi noto'g'ri harakatlardan bittasi mijozga munosabat bildirayotganingizda, ya'ni mijozni sochini olganingizda va muloqot qilasiz, suhbat qilish jarayonida faqat o'zingizni o'ylashingiz kerak emas. Ya'ni nima degani? Mijozga qiziq bo'lmagan tema haqida gaplashishlik. Misol uchun siz deylik qaysidir mavzuga qiziqasiz. Deylik futbolni siz yoqtirasiz, futbolni fanatisiz. Siz futbol haqida informatsiya sizda katta, bu narsaga qiziqishingiz baland va siz oldingizga mijoz keldi, u mijoz futbolni umuman yoqtirmaydi. Futbol haqida bir tushunchasi ham yo'q, umuman gaplashgisi ham kelmaydi. U shunaqa tabiatli inson, ishida ham umuman o'zi futbolga ajratishga vaqti ham yo'q, umuman bir so'z bilan aytganda qiziqmaydi. Endi siz unga futbol haqida gapirishligingiz yoki orqada misol uchun xonangizda televizor bo'ladigan bo'lsa, televizorda baland qilib komandangizni o'yini bo'layotgan bo'lsa, komandangiz o'yinini ko'rib, sochib olishligingiz u noto'g'ri narsa deb bilaman. Shaxsan bu meni fikrim. Endi to'g'ri, bu narsani qaysidir sartaroshlarimiz aytish mumkin. Shu narsaga ham endi anaqa qilish kerakmi? Endi hammani o'zini qiziqishi, to'g'ri, hammani o'zini qiziqishi, lekin bu narsani qilishlik qaysidir ma'noda shunaqa joylari keladi. Mijoz joniga tegadi bu narsa. Qilmaslik va shunga qarab mijozni qiziqishiga qarab qaytangi gaplashishligingiz, tema mijozni qiziqishiga qarab tanlanishligi, bu qaytangi mijoz sizdan yana ham davomli bo'lib, yana ham yaxshi suhbatdosh bo'lganingiz uchun sizdan xursand bo'lib, rozi bo'lib, kerak bo'lsa pulni ko'proq berib ham chiqib ketishligi mumkin. Bu har xil holatlar kuzatiladi. Ya'ni bu yerda shunaqa narsa ketyaptiki, baribir hammamizda ham shunaqa qiziqmagan mavzuyimizda zerikamiz. Qarshimizda turgan bitta odam o'zini temasi bo'yicha gapiryapti. Haqiqatda siz u tema sizga umuman qiziq emas-da, yoki dunyoqarash umuman boshqa yoqda-da unikida. U gapirayotgan narsa siz to'xtatsangiz u gapini chiqib ketsangiz, o'sha yerdan ketsangiz misol. Shunaqa holat ko'pchiligimizda, bu hayotimizda bo'ladi. Endi shu holat tasavvur qiling, klientda bo'lyapti-da. U sochini yig'ishtir deb chiqib keta olmaydi. O'tiribdi, siz shu yonidasiz, u bilan yaqin muloqotda bo'lyapsiz. Umuman deylik futbol haqida yoki-da misol deylik baliq tutishga qiziqasiz. Mijozingiz umuman baliq tutishi haqida umuman tushunchaga ham ega emas. Baliq haqida, baliq tutish, baliq ovi haqida gapirishligingiz bu mijozni zeriktiradigan bo'lsa, bu ham qaysidir ma'noda mijozni g'ashiga tegadi va nito holat deb bilaman men. Imkon qadar shu narsalarga ahamiyat beringlar. Mijozni qiziqqan temasini o'zi ko'p doimiy mijozga aylanganda bilib olasizlar. U qanaqa mijoz, qanaqa nimalarga qiziqadi. Aynan o'sha qiziqqan temasida ozgina bir sizga ham qiziq bo'lgan, unga ham qiziq bo'lgan temada ozgina gaplashib muloqot qilsangiz, mijoz o'tirgan joyida dildan bir ishidan charchab kelgan holatda bir o'zini qiziqtirgan mavzuda siz unga yaxshi suhbatdosh bo'lsangiz, qaysidir ma'noda ko'ngli ko'tariladi. Faqatgina soch oldirib chiqib ketmaydi. Yengil bo'lib, yaxshi suhbatdosh bo'lganingiz uchun sizdan davomli bo'lib, xursand bo'lib chiqib ketadi. Bu albatta qo'shimcha ma'lumotlardan bittasi. Agarda sizlarda shunaqa xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, o'zingizlarni analiz qilinglar. Bu xatoliklarni to'xtatishinglarni so'rab qolaman. Ya'ni nimaga so'rayman ham tavsiya bildiraman. O'zingizlarda o'zgarishni sezasizlar. Sizlarda agarda shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan uni 1-2 oyda qattiq rejim bilan o'zingiz to'xtating. Qanaqa rezultatlar bo'lishini,
qanaqa natijada bo'lishini o'zingiz kuzatib, iloji bo'lsa mana kommentariyaga ham yozib qo'ysangiz bo'ladi keyin. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Xudo xolisa keyingi videolarda ham qolgan noto'g'ri harakatlarimizni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizni va ma'lumotlarimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, har doimgidek yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'yishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.